Assalomu alaykum. Anglayotganinglar sabah ovozliq asarlari. Asarlarimizni yoqtirib anglashingizni qarshi olamiz. Endi anglaydiganinglar Shinjang Xalq nashriyoti 2005-yili 1-oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Qonliq iz. Avtori Muhammad Ali Hilim. Birinchi bob Uyqudagi zimin. Davomi. Ikkinchi. Bir asrga yaqin odamzotsiz qolgan Po'lat shahrining zaminiga 1840-yili yoz faslida odamlarning izi qaytadan tushdi. Ular rivoyatlarda tasvirlangandek bu go'zal zaminni ko'rib hayronlikda og'izlarini ochishib qoldi. Ham bu yerni abadiylik makon etishni ko'ngillariga pufdi. Oq yerlar chig'liq bo'lib, shunchalik munbat edi. Qasmaxon, biz cho'chakka berishni qo'yib, mushu yerni makon etayli. Aqlim hayron, Ilivoy, bu bir jannatkan. Buni tashlab ketamdigan, qara ovu suvlarga. Ey Musa, og'zingni ichibla turasan-ku. Biz vaqtincha ovu so'k-so'k ostini o'y qilsaqmi bo'lg'idek. Nima degan yo'g'on so'k-so'k, nima degan go'zal joy, dedi bayotindan beri og'zini ichib turib qolgan Musa zuvonga kelib. Biz bu yerni kuch va aqlimizga taynib, hamma tong qolgudek texmi go'zal bir makonga aylantirayli, dedi Qasmaxon cho'nqur tinib. To'g'ri deding, avlodlarimiz bizdan so'yingidek bir ishni qilayli, dedi Ilivoy hayajondan o'zini bosolmay. Biz ilida qolgan birodarlarimizni bu yerga boshlab kelayli, dedi Musa xotini Himidixonga ko'zini qisib qo'yib. Bular ata-bovalari qon ter badaliga barpo qilgan Po'lat shahrining iznalarini texi ko'rmagan edi. Keyincha oilliklar bargancha ko'paydi. Yor tug'an o'stingi chepilib, dehqonchilik tez sur'atda rivojlandi. Qurg'uvchilarning ismi bilan atalgan tugmanlar orqa-orqadan maydonga keldi. Tabiiyla shakllangan bozorning uzun ko'chasining ikki tarafidagi soda dukkanlaridan chiqqan xaridor chaqirgandagi ovozlar ajoyib qaynoq ham baxtiyor hayotni namoyon qiladi. Shaharga o'zgacha rang berib turgan Bo'ston mahalla, So'rin mahalla, Oyoq mahalla, Ko'nchi mahallalar pokiz va ozoda edi. Bu yerlardan doim kishilarning kulkilari, bolalarning vang-cho'nglari anglanib turadi. Bog'lardagi mevalarning mazali hidi demoqqa uriladi. Qayoqlardandir qushlarning yiqimliq sayrashlari uchib keladi. Suvlar kujum mahallalarni oralab yiqib berib, g'o'l o'stanglarga quyiladi. Bularning izlaridan etilib chiqqan Tosh buloq, Topdim buloq, Avliyo buloq, Patta Mollam buloqi, Jigda buloq, Qo'mush buloq degandek buloqlar o'zlarining obi hayot suvlarini chaqiratdi. G'o'l iqin bo'lgan qora suv etizlarning o'ziga hayotlik topadigan birdan-bir manbasiga aylandi. Kujum mahallalardan yangirgan kulka ovozlariga iriqlarda to'lg'inib yiqayotgan suvlar jo'r bo'lsa, Shamolxonning naqshlari qushlarning sayrashlariga qo'shilib ketadi. Yiroqdan bu yurtqa ko'z tashlagan har bir kishi munbat zaminda yalpinib turgan ziroatlarga va baxt nurga cho'milgan avomga qarab, havasi qo'zg'almay, ko'zini qizartmay qolmaydi. Bu shundoq Allohning saxovati yoqqan zamin edi. Shamolxon bu yurtni madilab mundoq naqsha o'qiydi. Yurti yo'qning yo'qdir jini, yurt gulligach kuldi baxtim. Kulsa baxtdan alzimin, dunyoda bo'lsin na g'imim. Uning shodimon naqshlari yurtni ovatlashtirib, qizg'in bir kayfiyatni hosil qiladi. O'rma mezgillarida u etizni chang keltirib, naqsha aytib qiz cho'kallarga ko'zini qisib qo'yib, choy tutib ketadi. Gohida bolalarni atrofiga yig'ilib, oyog'i chiqmas jangnomalarni, shapoq do'ppisini mijiqlab turib mo'nglanib aytadi. Shunga bolalar uni ko'rsa, qiyochiya qilishib, o'ynayotgan o'yinlarini tashlab, uning atrofiga o'lishadi. Anda sanda mahallalardan ko'tarilib qoldigan, yurt ayrishib chiqqan majralar uni tegi yo'q azoblarga mubtalo qiladi. Hatto u bir necha kunlab yo'qab ketadi. Keyin ochiqi yong'anda naqshini yana yangirtadi.
Yurt cho'nglarimi Shamolxonning ko'ngliga azor berganlarni qattiq ayiblaydi. Ham Shamolxonning bu yurtdan ayrilmasligini Allohdan tilaydi. Shamolxon ularning nazarida shunchalik muqaddas. Qandoqla bo'lmasin, yurt ahli yanila ittifoq edi. Alohida ishlarni shariat mahkamasi yurt oqsoqili bir taraf qiladi. Xalq yetim yesir, ojizlarga o'zlarining o'shra zakotlarini ixtiyoricha berishadi. Paravan turmush bu yurt xalqini beg'amlashtirib, hayot degan mushundoqla o'ngchi bo'ladigan o'xshaydi degan yerga keltirib qo'ygan edi. Mushu mezgillarda Mulla To'xti imom ro'za hojim soldirgan masjidda imomlik qilgach, uning yinida bir sinfliq diniy maktab ochdi. U Sayram vadisida tunji yongan ma'rifat o'chqi edi. Dal shu vaqtda shaharning shimoliy tarafidagi o'rmonliq orasiga silingan to'pa tamliq uyda ochiq yig'isi bilan bir o'g'il dunyoga keldi. Otsi Tömür Kösey uningga so'zib azon to'lab Barat deb ism qo'ydi. Uning ovozi ko'kda aks sado paydo qildi. Turkiyada o'qib kelgan Sidiq apandi Molla To'xti imomdan maktabni o'tkazib olib, uni ta'limiya maktabi deb atab, bir mahal maktabni jonlantirgan bo'lsa-mu, lekin Sidiq apandi bir kechida nalargadir g'oyib bo'ldi. Maktab yanila Molla To'xti imomga qilib, diniy darslar asliga keltirildi. Maktabga kishilarning bolalarini berish qizg'inligi to'liq sus edi. Maktab ularga yot so'g'uq ko'rinadi. Yurt xalqining beshiga ochiq osmonda havo guldirlab mo'ldir yog'digandek dahshatlik bir jut bo'ron chopqundan shafa beryotadi. Lekin xalq hammaga parvosiz holda o'z ishlari bilan mashg'ul edi. Atrofga sagaklik bilan beqib, o'zlari haqida o'ylanib ko'rmaydi. Ili Jangjun mahkamasi avatgan Jang Darinning qandoqlarcha yurtni idora qilib olganligini xalq to'ymay qoldi. Dehqonlarning itizidan olgan oshliqlari uyidagi sanglarga emas, balki darin o'rinlashtirgan oshliq omborlarga opiriladigan va boj siyliqlar silinadigan bo'ldi. Boshda hayron bo'lgan xalq keyincha bularga bu dunyoning odatiga ko'nib qoldi. Dal mushu chog'larda Sovet Qizil armiyasidan dakkisini yegan oq o'rislar Bo'rtalaning Bo'ston, Qarayog'och mahallelariga kelib o'rinlashdi. Sodada ro'naq topgan boylar ularni beqish vazifasini zimmasiga oldi. Oq o'rislar yeb ichib, mangziga qon tepgandan keyin mol chorvalarni bulaydigan, hatto ayollarga bosqinchilik qiladigan ishlarni sodir qilishga boshladi. Bularning hammasi Yang Zhengxinning bu makonni va o'z hukmronligini saqlab qolish uchun qo'llangan yo'l qo'yish tadbirlari edi. Lekin u oq o'rislarni ma'lum doirada cheklab, ularning muqim vaziyatga cho'ng siyosiy parakandchilik silishining oldini oldi. Shamolxonning asabiyligi tutib, naqshlaridan g'azab nafrat tamdirdi. Tuymay qoldiq olganda darin, oq soqolning o'rin ilkini. Oq o'rislar bo'lidi kelib, el avamning qo'lidagi nonni. Kakkuk, kakkuk, uning naqshisi birdilla teximu hasratga to'latdi. Yomon ko'zdan xoli debdiman, g'aflat uyqu ajab yomonkan. Tumar putib qo'ysamchu yurtqa, ko'z tekkanga nima davokan. Kakkuk, qaydisan kakkuk. Oq o'rislar bir mezgil bu yerda qutirab yarashgandan keyin bu yermi ularga dalda bo'lolmay qoldi-da, nalargadir g'oyib bo'lishdi. Amdi darin bu yurtqa zo'qlanib qaravotadi. Nima uchun burunroq bu yerga nazar salmaganligidan o'kinatdi. Ham qo'ydek yavash xalqdan dili so'yinib, miyig'ida kulib qo'yatdi. Ko'ngliga o'zini g'amlashning va hayotning fayzini surib yashashning planini tikatdi. Nadonni boshqurmoq, chivin qo'rmoqdan oson deb o'ylaydi. U yelpigishda o'zini yelpigach, uning shirin xiyollarining hech bir cheki yo'q edi. Ta'limiya maktabi Ma'mtimin boy hojimdek boylarning yordam berishi bilan bara-bara kengayotgan va
yengillanayotgan bo'lsa-mu, xalq parvona bo'lib o'zini urolmaydi. Bu maktab bilan tang dunyoga ko'z ochgan Barat bu maktabning yuzini ko'rmadi. Uning sabiy qalbi ilm nurlarini emishdan mahrum qilyotdi. 3. Cheksiz ketgan sala etizlarda taxta bo'lgan bug'doylar yelpinib turadi. Meyvelik bog'lardan tarilayotgan xushpuroqlar atrofni bir olgan edi. To'lg'inib yiqayotgan suvlar odamning ruhini ixtiyorsiz ko'tarib qo'yadi. Etizlikning so'l tarafidagi o'stang bo'yida buluq o'sgan o'tqa qo'y, kala, o'chkilarini qo'yib chilishayotgan bolalar orasida Barat hammani yengib chiqyotdi. Shu arada bolalardan biri "Shamolxon keldi!" deb varqiradi. Shamolxon bolalar tarafga naqsha aytib kelyotdi. Laxta bo'lgan yurakimni tushunarga kishi bormi? O'z yurtimda g'arib bo'ldim, qon go'shimni o'zim yeymi? Kakkuk, kakkuk, qaydasan kakkuk. Shamolxonning ruhi bo'lakchila sulg'un edi. Yugurishib kelgan bolalar uni o'rovlashdi. "Mavi bolalarni ko'ring, nim bo'ldi sizlarga?" Shamolxon shundoq deb qapqini turib qo'ydi. Bu uning bolalarga bo'lgan amroqligining ifodasi edi. "Bizga hikoya aytib bering-a? Yuring, bu o'stan bo'ydagi sugat ostiga borayli. Biz dal daraxtlarga, gullarga tegmaymiz", dedi Barat Shamolxonning peshini tortib. Mavi gapinglar bo'ladi. Yaxshi odam degan dal daraxtlarga, gul giyohlarga, uchar jonivorlarga azor bermaydi. Tabiat bilan biz tang tinimiz. Ata bobolarimiz tarixdan beri tabiatni ulug'lab kelgan. Angladinglarmi? Angladik. Bolalar tangla sakirish varqirishadi. Shamolxon hamma tarafga yeyilib o'sgan o'stang bo'yidagi qiri sugat ostiga bolalarni agashtirib bordi-da, birdam sukut ichida o'ltirgandan keyin qahramonlarning jang qissasini mu'linib turib so'zlashga boshladi. O'stangdan salqin havo urilib turadi. Sular dardlik kuylab, lo'mishib oqatdi. Neridan qo'y, kalalarning ma'rash, mo'rashlari, eshaklarning hangrashlari bu kuylarga ajoyib bir tabiiylik ilib keladi. Bolalar o'zlarini unutishib ketgan edi. Barat uning hikoyasidan bakmu hayajonlanib ketib boradi. Shamolxon o'ychan ko'zlarini bir nuqtaga qadag'anicha go'yo ashu janglar ko'z oldida zohir bo'layotgandek beoromlik ichida hikoyasini davom etayotdi. U qo'lidagi shapaq do'ppisini tinimsiz mijiqlaydi. "Heliqi Batur yigit nimishqa yurtini dushmanga tartqizib qo'ydi ekan?" deb so'radi Barat taqatsizlanib. "Gap Baturda emas, uning dadisida. Dadisi yovlarning hili mekriga aldinib ketgan gap. Shunga o'g'lini urushdan to'sqan. Bilayotamsan, sen gapga qo'sh solmay oxirini aytqicha shuk o'ltirmamsan. Alqissa, yovlarning podshoyi shundoq qilib Baturning yurtidagilar bilan do'st bo'lishibdi. Inoq o'tish uchun tugumas qasamlarni berishibdi-da, u yerga ko'plab kelib makonlashibdi. U shundoq go'zal, boyliqlari tugumas bir yurt ekan. Keyincha ular kuchayib bilib, Baturning yurtidagi al qavmini turli usullarda ezishga boshlabdi. Elning ahvozari zaminni qoplabdi. Ko'z yoshlari sel bo'lib yiqibdi. Yuraklari zardab qon bo'libdi. Batur yigitning jini ichiga patmay, elni qo'zg'itib yig'iliq qilishga otlanibdi. Bularning ichidan satqin chiqib, yovlarga xabar yetkazibdi. Yovlar sezgurlashib, lashkarlarni tuman-tumanlab ko'paytibdi. Alqissa, xo'sh, endi gapni Baturning dadisidan anglayli. Yovlar Baturning dadisini hili mekrlar bilan ittifoq tuzish uchun o'rdiga akilyapti. Shu orqali Baturga hayva ishlatmoqchi ham to'zoq qurmoqchi bo'lishibdi. Kun tog' kayniga qiyasaygan bo'lib, zamin quyoshning adoqi nurlarida bakmo go'zallashib ketgan edi. Salqin shamol yuzlarni sipab o'tadi. O'stang suyi yanela g'amkin muzikasini chilayotdi. "Batur to'zoqqa tushibdimi?" dedi Barat. "Xo'sh, bolalar, nadam bo'lib qolmanglar. Oxirini keyin davom qilayli." Shamolxon
Shundoq deb o'rnidan turdi. Uning ko'zlarida yosh lig'ildab turadi. Balalar o'ltirgan o'rinlarida g'amkin o'ltirishadi. Ular o'ziga kelib atrofga qarag'anida Shamolxonning qarisini ko'rolmadi. Barat achchiqi bilan tishlarini g'o'chirlatib, "Sotqin deganga rahim qilmayman, ularni o'ltirib o'tman", dedi. Balalar o'rinlaridan turishib qo'ylari tarafga mangishdi. "Barat, kechda mo'k-mo'k bilan o'ynamdiq", dedi Turdaxun degan bir bala. "Yo'q, mening faqat o'ynog'im yo'q. Ata daryo bo'yiga qo'y boqqili chiqsaqmikin deyman." "Bo'ladi, hammamiz chiqayli", deyishdi balalar birdek ovozda. Andin ko'zlaridagi yosh yuqundilarini eritishib, qo'y kalalarini o'ylari tarafga haydashdi. Yiroqdan Shamolxonning naqshisi uchib keldi. Yurak bo'ldi qon zardab, kel nigorim baxash et. Kang dunyoyim bo'ldi tar, bu g'iribning holiga yet. Kakkuk Shamolxonni ko'rgan it, mushuklarmu quyruq shipanglatib, uningga erkilab esilatdi. Ba'zi ayollar Shamolxondan "Nimishqa hamma nima sizga amroq?" deb so'rashatdi. Shamolxon "Insonning ruhi pok bo'lsa, shundoq bo'ladi", deb qo'yatdi. Andin "Gul sunay deyman sana, bir peqib qo'ysang menga", deb naqsha aytib, chekisiga qistirib olgan gulni ilib, ulardan biriga tutqizib qo'yatdi-da, yo'lga ravon bo'ladi. Ayollar "Shamolxon, oshiqingiz kim? deb bering-a", deyishib, churqirishib qoladi. Shamolxon qo'shni qo'limlar bilan jidal terg'uvchilarni ko'rsa, chiroyi tatirib, ko'zlari qahrlik chekchiyatdi-da, "Bilib qo'yish, hammamiz bir otaning, bir onaning bolalari. Biz bundoq jidal qilsak, Xudoning bizga g'azabi keladi. Shaytonning gulqaqalari echilib o'yin ko'radi. Yurtqa baloy ofat yog'idi", debla ko'zdan g'oyib bo'ladi. U shu yo'qolganicha bir necha hafta mahalla ko'y bozorlarga kirmaydi. Bu chog'larda yurtni shunchalik bir g'iriblik bosatdiki, cho'nglarning ruhi tushib, bolalarning o'yini o'yin bo'lmay qoladi. Yurt oqsoqollari ko'chaga chiqib olib, chechilib so'zlaydi. "Hiliqi jidalxo'rlarga Shamolxon nima qilgan? Shamolxon avliyodek odam. U yurtimizning guli tursa, shuncha yurtni bino qilib o'ltirayotgan uyi shu tursa, u yurtimizni bog' bo'ston qildi, gullar bilan purkidi, yetishalmagan yerimizga haqsiz yordam qildi. Arg'inimizda uning sehrlik naqshisini anglab, arduqimiz chiqdi. U bor, yurtimizda qush jonivorlar sayrab turibdi. U yo'qolsa, qushlarmi, it-mushuklarmi bu yurtdan to'zib, dal-daraxt, gul-giyohlar qurib, yurtimizni baloy ofat bosidi. Qara, bularning Shamolxonni ranjitib", uni ichiga tushib ketgan bir qism cho'nglar, salpib qilishgan balalar Shamolxonni izlab ko'ratdi-yu, lekin hech yerdan topolmaydi. Ovlab qaytgan kimlardir Shamolxonning xabarini ilib keladi. "Ovlab qaytib-atsaq, ota tog'da bir odam ko'rindi. Yaqinlab borsak Shamolxon ekan. U bizga qarabmi qo'yay demay, Tangri teg'iga qarg'inicha o'ltirib ketibdi. Ko'zlaridan taramlab yosh to'kilyotidi. Biz uningga 'Nim bo'ldingiz?' desak, 'Avu tog'ni ko'rdingmi? U mening yuragim', deginicha o'rnidan turib jangal ichiga kirib ketdi. Orqadilla uning esa deb yig'lab aytgan naqshisini anglab, ko'zlarimizga yosh keldi." Buni anglagan mahalladagilar texmi mo'ngluq sukutga cho'mishadi va orqadilla g'ulg'ula qilishadi. "Uning ko'ngli bek nozuk. U bo'lmasa mahallamiz cho'ldarab qoldi ekan. U kelarmi? Cho'qim keladi. U kelmasa bizga cho'qim Allohning g'azabi keladi. Bichora Shamolxon nalarda yurdigandi? Och qolgandimi? Ajab sig'indiq uni. Uning uyidagi gullarga suv qo'yib qo'ydinglarmi? Suv qo'yib qo'yayli deb kirsak, suv qo'yuqliq turdi. Tov Xudoyim, bu nima ishdi? U qaytib kelganmidi? Haqiqiy avliyo, u hech kim ko'rmasa ushtida. Hiliqi harom tamoq munofiqlar jidal qilmagan bo'lsa, bu ish yo'qdi. Shamolxonning bundoq ishni o'ch ko'rdiganligini bilgandan keyin urushmisigo bo'ladi mushu haq. Shamolxonmi
Mushu ish uchun necha qitim qaydi mushu haqlarga. Nima degan o'zini so'ramagan. Ayollarning chiroylaridanmi bir xil g'amkinlik yog'atdi. Shamolxonning naqsha etib gul tutishlari ularning ko'nglini alayda xush qiladi. Uning bilan chaqchaqlashatdi. Aydonda o'ma o'rg'anlarida Shamolxonning naqsha etib ko'z qisib chaqchaq qilishlari, cho'ginni ko'tarilib naqsha etib turib choy tanglashlari ularning esidan asla ko'tarilib ketmaydi. Balalar urushib qalsa yoki tilg'a olg'uchiligi yo'q majralar bo'lsa Shamolxon unchalik yomonlamaydi. Shamolxon ochiqi yongan hamon atasi yo'q yetim deysan, minarga itim demsan degandek naqshlarni aytqanicha tun kechida mahallaga kirib keladi. Bulbullarning sayrashlari, yopurmoqlarning yenik shamolda larzon shildirlashlari, paqalarning qurildashlari, suvlarning yenik shildirlab eqishlari Shamolxonning naqshisiga tankash qilib chilingan sozdek ajoyib bir yiqimli kuy paydo qiladi. Kimdir biri ko'chaga chiqib qattiq varqiraydi. Shamolxon qaytib keldi. Kishilar cho'chishib uyg'onib uning oldiga yugurishadi. Shamolxonning dardlik naqshlari yana yangrab, jang nomlari yana davom qiladi. Yurt yana obodlashadi. Shamolxon yurtda ana shundoq hurmatga ega edi. Uning hurmatini qilmaydiganlarnimi yo'q degili bo'lmaydi. 4. Danqir darvozani ochiqi bilan ichib, qapoqlari ishigan, o'g'lini yetiligan bir ayol qoq saharda Baratning uyida paydo bo'ldi. "To'mirka, voy To'mirka!" zardi bilan bo'g'ilib varqirdi ayol. Mana men." To'mir uydan aldirab chiqdi. "Voy, To'xtixon, uyga kirsizlar. Musulmonga uyga kirmay varqirab yurish ravo emas. Undaqda odam ursa ravo kanda? Zodi nima ish bo'pti? Qani, uyga kirib desizlar." To'mir ko'say balaning yuz ko'zidagi ishqiqqa qarab, u ayolning nima ish bilan kelganligini fahmlab bo'ldi. Shu arada To'mirning ayoli uydan yugurib chiqdi-da, "To'xtixon, tinchlikmi? Qani, uyga kirsizlar" dedi. "Bo'ldi, mushu yerdalar dey. Qarsizlar bu balaga. Balanglar Barat urib mushunda qilib qo'yibdi. Bala degan onaning yurak parisi. Ko'z qarchiqi tursa, xap Barat." To'mir uyga qarab turilib mangdi. Saldan keyin uy ichida varqirgan, jarqirgan ovozlar anglandi. "Dada, men bekordan urmadim. U meni tillagan. Tillaganga shundoq uramsan, til degan uchib ketadi. Bir bola deb ko'zingga qargan siri shundoqmi haddingdan ashamsan? Sinimi jiningdan o'tkidak uray. Dada, bo'ldi qiling." Baratning opsi o'g'lining nolisiga chidimidi-da, uyga qarab etildi. To'xtixon bolasini agashtirib, qo'ridan asta chiqib ketdi. "Dadasi, bo'ldi qilsizlar, bola emasmi? 15 ga kirdi. Qachongacha bola bo'ladi? Hili beri Barat to'qiyimni o'ltiribdi degan. Hili beri kirib, itizliqimga qo'yibdi degan. Nimandaq tugmas majra bu? Keyincha asta-asta tuzilib qolar. Musulmonchilikmi asta-asta bo'ladi emasmi? O'zlarini tutib olsizlar, dadasi." Barat ko'zidan yoshmi chiqarmay batnab turadi. Uning yuzida dadasining barmoq izlari qolgan edi. "Qara johilligini. Hey, yana mushundoq qilamsan?" Barat gap qilmay turdi. "Men senga gap qilyapman. Yana mahallada majra tiramsan?" "Yo'q. Har qatim mushundoq deysan, yana qilg'uliqingni qilasan. Amdi jidal terisang, putungni chiqib o'taman. Yo, buningga tayoq o'tmagan. Bo'ldi qilsizlar, dadasi. Choy ichsizlar. Shaytonga hay bersizlar." To'mirni ayoli tartishtirib sirtqa ilib mangdi. Barat tumishqini ushlab, qapoqlarini turib, o'rinda bir hazo turgandan keyin qapqidan qor muz yog'dirib uydan chiqdi-da, choyga o'ltirgan dadasi bilan opsig'imi qaramasdan udul eg'il tarafga mangdi. "Itpoq yemasdan naga borsan?" deb varqirdi To'mir. "Ot boqqili, balam, chiyni ichib mang." Barat opsining gapiga javobni qaytarmay, eg'ilga berib otni yalang minibla sirtqa chapturdi.
Tushdan keyin bo'lganda To'xtixonning bolasi yana uyiga mang'isini yiqitib, yuz ko'zi qon kirdi. Bu qatim u opasiga yiqilib ketganligini aytdi. To'xtixon uning gapiga ishonmay, o'g'ildan qayta-qaytalab so'ragan bo'lsa-mu, yiqilib ketdim degandan bo'lak javobga erisholmadi. Barat kim uyga arz hol aytib kirsa, uning bilan jahillik bilan qarishadigan odatni yetildirib oldi. Tömür ko'say Baratni uribmu, tillabmu, nasihat qilibmu tuzitalmadi-da, bir kuni aqli kelib qolar. Bu yoshdagi bolalar shundoq bo'ladi. Yelimi balam bechora ko'p tayoq yeb ketdi. Uning yegan tayoqini mundaqroq bola yegan bo'lsa, hey, tuzilib qolar degan yerga keldi. Uni Baratning jahil mijazi xotirjamsizlantirib qo'yatdi. U o'g'ilni zodi qandoq tuzashni bilolmay qilvatadi. Qaysi bir kuni bir qo'g'onchi balanglar qo'g'inliqimga o'g'irliqqa kiribdi. Chiroyliq so'rsa men bermamdim. Qo'g'inlarimni men ya u dunyoga ilib ketmasam, uni yepmo, setibmo tugatalmayman deb uyga kirgan edi. Tömür ko'say banda avataxon qo'g'in tavuz deganni o'g'irlab yesa tatliq bo'ladi. Uning ustiga Barat tex kichik. Hamma odam shu yoshda shundoq bo'ladi. Ko'ngillarga olmislar. Balamga chiroyliq nasihat qilib qo'yay. Ziyonlari bo'lsa men to'lay deb Avataxunni chiroyliq yo'lga silib qo'ydi. Afsuski, Avataxun atsi kapsidan uyg'onib, shuni ko'rdiki, kapsi atrofidagi qo'g'inlar butunlay petiqlangan. U peshonasiga bir urib zo'ng o'ltirib qoldi. Saldan keyin o'ziga kelib Tömürning uyiga berib, dardini to'kdi. Tömür ko'say banda Baratni shuncha uribmi, uning og'zidan "Men qildim" degan javobni ololmadi. Avataxun Baratning o'ziga odam o'ltirdigandek alpozda qadilib turgan holatidan tini shurkandida Tömürdan apo so'rab uyiga mandi. Buningdan Tömür hayron bo'lib turib qoldi. Shamolxon buni anglab Baratga xili qattiq koyidi. Barat Shamolxonga sukut bilan javob qaytirdi. Baratning uyiga hol etib kiruvchilar bara-bara besiqdi. 5. Burti xat tartib qolgan Barat shahar ko'chasida Turdiaxun, Nasiraxun, Qaraquvon qatorliq do'stlari bilan chilish maydoniga qarab aldirash ketayotdi. Barat, "O yerda nemish bo'lgandi?" dedi Turdiaxun. Odamlar o'lishib olgan Vangchung ko'tarilayotgan tarafni ko'rsatib, "Yuringlar, berib baqayli" dedi Barat. Ular majra bo'layotgan yerga yetib borganda, bir askar o'ziga esilib olgan buvayni ittirib etib, mengishqa urinyotdi. Uning so'l qo'ltig'ida yo'g'on bir tavus turadi. Buvay qahri bilan uningga tili silyotdi. "Hey, cho'shqa, tavuzni ilib pul bermaydiganga onangning haqqi bormi menda? Ya sen mening tuqqanim bo'lmasang, ya menga tavuz terishib bermasang?" Barat topni yerib kirib, yiliqi askarning yaqasidan qamallab tutishiga, uning qo'ltig'idagi tavuz yerga tushib ketdi. Askarning ko'zlari olib xartildidi. Barat uni bir qo'li bilan ko'tarib olib, odamlar ustidan halqitib, yo'l bo'yidagi iriqqa cho'rivatdi. To'plashib turgan kishilar orqaga dajishdi. Ustivishi suv, loy bo'lgan askar o'rnidan injiqlab turib, Baratga etildi. Barat uning suv chashqinidek eptidan yergandida, uni kelishtirib birini tepdi. U bu qitim o'rnidan turolmadi. Buningga qarshib turgan kishilarning ba'zilari Baratning hayotidan ansirashsa, ba'zilari o'zlarini shu hamon daldiga ilishdi. Barat bahramon holda do'stlarini agashtirib, har yerdan chilishchilar kelib baslashadigan daryo bo'yi tarafdagi So'rin mahallaga qarab mazmut qadam bilan yo'l oldi. U mata ko'nglikining oldini ichivatgan bo'lib, qara balvag'ini ching bog'lab olgan edi. Oradan ancha vaqt o'tmay pushtaklarning ovozi anglanib, askarlar ko'chalarga yig'ib ketdi. "Barat, ahvol chatoq, tez o'zingni daldiga ol", dedi Nasiraxun jiddiy talaffuzda. "Nimadan qo'rqatdim? Kelmasinmi qani? Kelsa ilishimiz", dedi Qaraquvon. "Nim bilan ilishsan kala? Ularda qurol bor.
Yuringlar, qachayli, dedi Turdaxun. Qechish o'g'il bola uchun nomus, dedi Barat qaddini tiklab. Nomus pomos degan gapni qo'y, yura ahmoqlik qilmay, ulgurolmay qolamiz. Nasiraxun shundoq deb Baratni tartib orqa ko'chalar bilan ilib mangdi. Ular shu mang'anicha oyoq mahalladagi to'qayliq ichiga kirib g'oyib bo'lishdi. Bularni askarlarning izlab tepishi mumkin emas edi. Biroq hukumatning ko'ziga issiq ko'rinib, naf elishga intilguvchilar va Baratga kek saqlab yurganlar uning yo'shiringan joyini aytib qo'yib avara qildi. Baratningmi qechib yurishdan ichi siqildi. Oxir dadasining va do'stlarining maslahati bilan Turpandagi tog'isining uyiga safar qildi. U yerda bir mezgil turib, yog'ochchilikni o'rgangandan keyin yurtiga qaytib keldi. Bu vaqtda yuqori darajalik amaldorlar almashib ketgachga, uning ishini surishtiradigan odam chiqmadi. Barat qaytib kelgandan keyin baylar uningga kuchuklanib, birichkilarini haydab berishni talab qilib, orqa-orqadan uyiga kelishdi. Tanqisliqda qolgan Barat dadasining gapi bilan oxir İsrail bayning berikchilarini haydab berishga ma'qul bo'ldi. İsrail bay Baratga yuqori ish haqqi berishga va'da berdi. Barat do'stlari bilan 10-20 birichkida iliga, tera, yung apirib, taxtchoy, qand, mata, gungurtlarga almashtirib kelatdi. Harvik kashlar Baratning karvini kelibdi desa, birichkilarni to'xtatib, yo'l bo'shtib turatdi. Kimning birichkisi Baratning birichkisiga so'qilib ketsa, Barat uning birichkisini o'rib tashlab etib, Harvik kashning burundan qon olatdi. Barat bu ishni bir mezgil qilgandan keyin, "Men xalqning harvisini haydaydigan malaymitim", deb İsrail bayning yelinishiga qarmay tashlab etdi. U amdi bir talay do'stlarini agashtirib, goh otlarini u mahalladan bu mahallaga quyundak choptirib yursa, goh nomi taralgan nochlarni izlab yurtdan tuyuqsiz g'oyib bo'ladi. U baylarning uyida biror dangdar ot paydo bo'lib qolsa, uni bir amallar bilan qo'lga tushiradi. Bularni tonimaydigan yo'chun kishilar bularni ko'rsa qaraqchilar o'xshaydi deb qiladi. Chilish maydonlarida Baratga tang kelguvchilar asosan chiqmaydi. Barat qilayotgan ishlarini mag'rurlanib, faxrlanib, chilon to'riq etini o'ynatib gidiyib minib ketadi. U yurtqa kimlar bosh bo'lib, kimlar qo'ynini to'ldirib ketib boradi, xalq nima kunlarni ko'ryotidi, maktabga kimlar kelib qandoq faoliyatlarni qilyotidi, buningga parvoyi falak edi. To'mir ko'say o'g'lini uy o'choqliq qilib, uni tizginlab o'ngshivlishning g'amidala qolgan edi. Afsus, Baratning ko'ngli kepinakdek guldan gulga qo'nib, bir izda to'xtamaydi. Uningdan ayrilgan qizlarning qon yig'lashlariga Baratning qalbi eribmi qo'ymaydi. U yana jo'ra izdash yelakchiligida deriza marab yuraveradi. Ham ko'zi tushgan qizni osonla indakka keltirib oladi. Uning chaqnab turadigan ko'zlari bir go'zalga tushdida, uni o'ziga qaratmay turib, uning bilan to'y qilishni ko'ngliga pukdi. Bir kuni Barat do'stlari bilan qo'y tashqa ovga chiqqan edi. Barat tog'dan ovlab tushib o'tib, Parizatdek bir qozoq qizni ko'rib qoldi. U shu yerdala as-hushini yo'qotib, u qizga oshiq beqaror bo'ldi. U yurakini ko'ydirayotgan hayajonli hislarini qizga qandoq izhor qilishni bilolmay, qo'y tashda yo'qolan ishlarni bahonadab turib qoldi. Baratning ahvolidagi o'zgarishlardan hammani tushungan Nasiraxun Baratga udulla ig'iz ochdi. U tog' parisiga ko'zing tushib qolgan o'xshamamdi. Shundoq, lekin so'zimni qandoq deyishni bilmayapman. Burun bundoq bo'lib boqmagan edim. O'zing bilasan, dedi Barat ig'ir tortib. U o'zidagi g'ayrat jasoratning naga ketganligini bilolmadi. Sen ig'iz ocholmasang, men amalni qilib boqay, lekin sen uni tashlab etmaslikka va'da ber, dedi Nasiraxun Baratning ko'ziga shubhalanib qarab. Bo'ladi, men va'da beray, dedi Barat ishtiqla. Nasiraxun qiz bilan so'zlashib ko'rib, uni taslikda ma'qulga keltirdi. Barat shu keksila qizni otga mindirib,
shaharga yurib ketdi ham ayol shimayla qizning ovuliga odam chiqardi. Xilvatda o'sgan tog' guligila o'xshaydigan bu go'zal qizning ismi Ajarqon edi. U Barat bilan to'y qilgandan keyingi shirin kunlarni yolg'izlikda o'tkazdi. Barat bo'lsa yurt kezib, nochilik talashish halakchiligida yurdi. U barg'anlar yerida nini nochilarni bosh ekkizib, o'zining peshini to'piq qilmaganligi uchun xalq uningga Palvon degan nomni berdi. U buningdan texmu kerilib, ko'chalarga patmay mengib ketadi. O'ziga ko'z olayotganlarni makchaytib qo'yadi. Barat palvon bilan hamdastxon bo'lganlar faxrlanib, Baratning so'z harakatlarini avomga birini ikki qilib yoyatdi. Bir kuni yurt atlab kelgan yo'g'on biri, bu yurtning nochisi bo'lsa chiqsin, deb chilish maydonini beshiga kiydi. 2-3 chilishchini yerga chaplab dal shu asnoda Barat palvon do'stlari bilan to'pa chang to'zitib otliq kelib qoldi. U chilish maydonida yova kaladak yer tilg'ab atrofdagilarga o'rkirib surib beg'ishlayotgan yo'chin kishini ko'rib, "Hey, nima deb oljoq vaqiraysan?" dedi sim o'ralgan qamchisini uningga tanglab. Ot ustida qo'ndoqqa qo'nib olgan mekiyanda qaqildimay, "Nochi bo'lsang kelmamsan, tutishib ko'rayli." Barat palvon otdan sakrab tushib, uning oldiga maydisini kirgan holda irg'anlab bordi. "Qani kela?" dedi Barat palvon sal achchiqlanib. Hiliqi yo'g'on kishi etilib kelib, Barat palvonning balvig'ini qappida tutib yo'gashga boshladi. Barat palvon ichiga tinib turdi. Hiliqi yo'g'on kishining oxirgi yo'gashga kuchi yetmay, injiqlishiga Barat palvon shundoqla bir kuchigan edi. Qara balvog paraslab yertilib, yo'g'on kishining qo'lida pulanglab qoldi. "Bo'ldi, og'ina, men yengildim. Do'st bo'lib qolayli", dedi yo'g'on kishi keyniga dajib. "Yur, seni to'qayga opirib o'ynatib kelay. Sen bu yurtqa mehmon", dedi Barat palvon. Ondan uni boshlab to'pni yerib chiqib ketdi. Qarab turishgan kishilarning ko'zlari mo'jiza ko'rgandek olachakman bo'lib, bir hazodan keyin o'zlariga kelishib, Barat palvon cho'rgilayotgan tugman teshini olqini bilan besib to'xtatibaptikan, degan so'zlarga amdi ishonganda bo'lishayotdi. Kimdir biri Barat palvon haqida mundaq bir ishni bayon qilishga boshladi. "Barat jigdi buloqqa to'yga chiqibdikan. Bir qozoq kishi Barat palvon degan sanma, seni bak nochi deydi. Hunaringni bir ko'rsatib boqmamsan", debdi. Barat palvon, "Avu jiran etingni avu jigdidan avu jigdiga yudib aparsam manga beramsan", debdi. Qozoq kishi ma'qul kepti. 2 jigdining oraliqi 30 metr keladigan. Barat palvon otning oldi 2 putini do'lsiga ilib ko'tarib mengibdi. Xalqlar chuqon suran silishib ketibdi. Heliqi qozoq kishi, "Rost palvonkansan, otisining bo'ldi, yaraysan", debdi. Ondan Barat palvonni bir kech kunduz mehmon qilib, qo'y, ot, kalalarni sovg'a qilib yo'lga silib qo'yibdi. "Ya hazrat, nima degan tangdoshsiz kuch-qudrat. Xudo odamga shundoq kuchni beradi ekan. Barat palvonning uningdanmi karomat ishlari bor deydi." Kishilar Barat palvon haqida anglagan, ko'rganlarini xiligacha aytishib, qorong'u tushib ketganini tuymay qilishdi. Ularning ba'zilari bugungi ishni uydagilarga so'zlash uchun oldirab mengishdi. Do'ppidak bu shaharda bu ish atsila hammaning og'ziga chiqishi turganlar gap edi. Temir ko'say bilan ayoli o'g'lini o'lik o'choqliq qilibmi, uy ayirib shahar yanida o'ltirg'izib qo'yibmi, yanila uningdan xotirjam bo'lolmadi. Ular qarzimizni ado qildik. Yaxshi yomon bo'lsa o'ziga, hamda bo'lg'uliqi bo'lar. Bir kuni aqliga kelib qolar. Qandoq qilamiz? Demaginimiz, qilmaganimiz qolmadi. U amdi kichik bola emas, ota bo'ldi, deyishatdi-yu, lekin yuragining bir yerlari yana uningga chidamaydi. Barat palvon ota onasining holidan bekmi obdan xabar oladi. Bu tarafi temir ko'say bandini rozi qiladi. Afsuski, Barat palvon 2 o'g'li, bir qizi bo'lgandan keyinmi
yana shu ko'chada ola to'polon ko'tarib o'rkirab yurdi. Shamolxon uning eshigi oldiga kelib ma'nilik naqshlarni aytsa, u mungi bilan bo'libla naqshining ma'nisini tushunolmadi. Shamolxon nemagidir ichinib naqshlariga texmi bakrak hasratlik tus beradi. Barat palvonning bolaligida muңlanib o'ltirib jang qissalarini tingishgan, dushmanlarga nafratlanib achchiqlangan chog'larini eslaydi. Nemishqadir Barat palvon yaqindan beri bir qismala bo'lib qoldi. U Shamolxonning naqshlarini berilib anglaydi. Buningdan ota-onasining ko'ngli tinib, o'z turmush halakchiligi bilan bo'ldi. Birinchi bob tugadi.